رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋەرىگە قارىغاندا موسكۋا ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغان ئەھۋال ئاستىدا ئامېرىكا يېڭى چەكلىمىلەرنى قويۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئاقسارايدىن ئىسمىنى ئاشكارلاشنى خالىمىغان مەنبەنى نەقىل keltirib berilgan xabarda aytilishicha, Amerika sanoatidagi bir turkum mahsulotlar Rossiya bozorida cheklanishi mumkin ekan. Eksport cheklimisi aqliy iqtidorli telefon, aeroplan va mashina zapchaslari, sanoat tijorati va mulozimat sohalarini o'z ichiga oladigan. İgilənişçə, Xitay Xalq Azadlıq Armiyasiga təvəttüt uruş ayrıplanı Tayvən tərəfindən hava müdafiə fərqləndiriş rayonu deyə elan qılınğan rayoniga kirgan. Tayvən Dövlət Müdafiə Ministerliğinin ictimai aloqa torida elan qılınğan bayonotida ikki uruş ayrıplanı, bir elektronluq axborot ayrıplanı və bir elektronluq uruş ayrıplanının 12 ayının 22 günü kechda müdafiə rayonunun g'arbiy janub qismiga kirganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Amerikadagi abonentlar Tesla mashinalarini haydaganda o'yin o'ynay oladiganligini bayqab arz qilingandan keyin sezimchan ekranli 1,5 milliondan ortiq Tesla mashinasiga qarata tekshirish boshlangan. Koreya prezidenti Moon Jae-in vazifa muddatining oxirgi oylarini Shimoliy Koreya bilan bo'lgan suhbatni qaytadan boshlashga shiltadiganligi o'tirib qo'yildi. Hong Kong universitetidagi nomus haykali chiqarib etildi. Uzunluğu 8 metr keladigan nomus to'riki 1996 yili yasalgan. Bu haykal Tiananmen qirg'inchiligida hayotidan ayrilganlarga simvol qilingan. Shahardagi faoliyatchilar buningga inkos qaytirib, Beijing hukumatining talabiga asosan bu haykalning ilib etilganligini o'tirib qo'ydi. Kompüter özəklərini yasash bilan dunyoga tanilgan Intel şirkəti yaqında o'zining Xitoydagi mol ta'minlash zanjiriga chetishliq sohalarning majburiy emgak masalasiga alohida diqqat qilishini cheklab e'lon qilgan bayonotda Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak masalasini tilga olib, mol ta'minlovchilardan har qanday ahvolda bu xildagi majburiy emgak qilmishiga chetilib qolmasligini talab qilgan. Şirketning bayonoti Xitoycha e'lon qilingandan keyin necha 100 million Xitoy buningga tutma-tushdan hujum qo'zg'agan. Shirkat bu haqda qayta bayonot e'lon qilib, o'zlarining bu qarorining Amerika parlamenti ma'qullagan va prezident Baydenning imzosi bilan yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan chiqarilganligini ta'kidladi. Yaponiyaning 5 davlat gezitining biri bo'lgan Yeng'i Osiyo Turkiyani atrofliq tahlil qilgan bir maqola e'lon qildi. Analiz o'qirmanlari bilan Turkiya yana bir cho'ng davlatga aylanish yo'lida mavzusi bilan ko'rishdi. Tahlilda Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo Turkiyaning savarchanlik bilan Yevropa ittifoqiga kirishini saqlayotganligi, shuning bilan birga hozir uning rayondagi ta'siri kuchli davlatga aylanganligi ta'kidlangan. Maqolada Turkiyaning uchquchsiz aeroplanlari alohida tilga olingan.